kechagi qarorlarimiz bugungi erishayotgan natijalarimizni kafolati hisoblanar ekan. Ya'ni biz kecha qilgan to'g'ri qarorlarimiz bugun bizga o'zimiz xohlagan natijalarni berar ekan. Men nima demoqchiman? Qaysidir ma'noda meni kechagi qilgan qarorlarim bugun meni sizlar e'tirofimni olishinglar uchun bilimimni, energiyamni, vaqtimni sizlar pulga sotib olib keldinglar. Tekinga emas, to'g'rimi? Pulga sotib olib keldinglar. Va hali yana pul to'lab mana bilimimni darcha u yog'ini yana o'qib o'rganishni xohlaydiganlar ham bugun aynan juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Nimaga aynan bu mavzuga men to'xtaldim? Sababi men Alloh bergan resurslarimni, vaqtimni, energiyamni, pulimni juda ko'p keraksiz narsalarga sarf qilganman. Serial ko'rishga, kino ko'rishga, g'iybat qilishga, o'sinlarim bilan gaplashishga, o'rtoqlarim bilan soatlab telefonlarda gaplashishga. Lekin hayotdan falsafamni topolmasdan qiynalganman. Mana shu joyda men o'zim uchun juda ko'p tafakkur qilardim. Hayotim nima bilan o'tyapti? Nima bilan meni hayotim o'tyapti-da? Men ham qachonlardir sizlarga o'xshab, sizlarga deganda, ya'ni buni to'g'ri qabul qilishinglarni xohlayman. Haqiqatda oramizda juda ko'p arzonga tikadiganlar ko'p, to'g'rimi? Bu achchiq bo'lsa ham haqiqatda, chunki men o'zim shu yo'lni bosib o'tganman. Men ham xuddi shunaqa arzonga kiyim tikkanman va hattoki ko'chadan kim nima zakaz olib kelsa shuni tikardim. Qor bobo bilan qor qizi ham kiyimini tikkanman. Aniq yo'nalishim bo'lmagan. Lish bu zakazim bo'lsa bo'ldi. Lish bu kunimni bitta ish bilan band qilsam bo'ldi. Mana shu bugunim meni ozgina bo'lsa ham pul topsa bo'ldi edi. Ya'ni men bugunim uchun bugun pul topishim kerak edi. Ertam uchun ertaga harakat qilardim. Lekin Alloh shunaqa narsaga meni qodir qildiki, tafakkurni vaqtida ishlatdik, to'g'ri sabablarga bog'landik, to'g'ri ustozlarga bog'landik va hozirgi kunda bugun qilayotgan ishim meni 5 yildan keyingi muvaffaqiyatimni ta'minlab beradi. Ya'ni kechagi qilgan qarorlarimiz bugungi muvaffaqiyatimizni garovi hisoblanar ekan. Kim tushundi gapimni?